Aka, mashinani yuvish kerakmi? Ha, faqat sotiladigan mashina edi. Yaxshilab yuvib beraman. Aka, sir bo'lmasa, mashinani nimaga sotyapsiz? Ayyo, sir emas. Xarajatlarim ko'payib ketdi. To'y boshlab qo'yganman. Agar akasi rozi bo'lsa, to'yimiz tezlashib ketadi. Hozir shotda akasi bilan uchrashishim kerak. Ha, shunaqami? Bugun taqdirim hal bo'ladi-ding. Ha, shunaqa. Nega haligacha uylanmagansiz? Menga o'xshagan qariyasiz, aka. Endi nima deysiz? Shunaqa bo'lib qolganda. Singlarimni chiqarishim kerak bo'lgan, ishlashim kerak bo'lgan. Oilada yagona boquvchi bo'lsangiz, shunaqa ekanda. Men sizni tushunaman. Bu holat menga ham tanish aslida. O'zim ham endi tayyor bo'ldim, to'g'risi. Nega? Oila qurish bu yengil qaraydigan narsa emas. Bu mas'uliyat, bir rejasi bo'lish kerak emas bu ishda. Bir reja? He, o'xshamasa boshqa variant. Ja bo'lmasa ajrashib ketaman degan narsalar-da. Bu oila-ku, bu bir umrga bo'ladigan narsa. To'g'ri. Mashinangiz zo'r ekan. Sotib nima qilasiz? Kichkinaroq to'y qilsangiz bo'lmaydimi? Ayyo, shundoq ham kichkina to'y qilish niyat. Endi to'ydan tashqari xarajatlar ham bor-ku. Uyga jihoz, mebelni olish kerak, yaxshi sharoit qilib berishim kerak-ku. Mebel? Mebelni kelin tarafga qildirmayapsizmi? Demak, g'alati emasmi? Sizcha bu erkakning ishimi? Yo, endi bizda shunaqa-yu. Mashinangiz sotmasmidingiz deyman-da. O'rniga erkaklik g'ururimni sotishim kerakmi unda? Ayol o'zi bilan baraka olib keladi. Mebel emas. Men ichkarida bo'lib tura qolaman. Bo'lib qoldimi o'zi? Ha, bo'lib qoldi. Bir 20 minutlik ish qoldi. Mashinangiz tayyor bo'ldi. Iya. O'zgarib qolibsizmi? Xo'sh, nech pul bersam rozi bo'lasiz? Men rozi bo'ldim. Tushunmadim. Men Munisa Bonuning akasiman va bu mo'yka meni joyim. Mana shu bolani aytayotganmiding? Ha, shu bola. Vaqtli kelib qoptimi? Ne unaqa qarayapsan? Bitta fikr keldi-da. Shalvaring bilan tapishgani yech. Nega? Yech. Meni to'g'ri tushunasiz. Bitta-yu bitta yagona sinimni kimga ishonib topshirayotganimni yaxshiroq bilishim kerak edi. Sizni boshqacha tomondan bilib olishim kerak edi. Siz oilangizni, yaqinlaringizni o'z ehtiyojlaridan ustun qo'yadigan, o'z sha'niga ega bo'lgan munosib inson ekansiz. Biz sizga to'g'ri keladigan bo'lsak, men roziman.